Oka, sizlar ham mashinaga o'tirib, yoqqaninglarda pechkalarni yoki konditsionerlarni g'alati hid salonga urib yuboradi yoki aynib qolgan narsani yoki achib qolgan yoki zang hidga o'xshagan narsa salonga urib yuboradi. Buni sababi ikkita bo'lishi mumkin. Antifrizinglarni yoki yengillashinglar kerak bo'ladi yokida konditsioner sistemalarni, patrubkalarni mana bunaqa очиститель konditsionerlar bilan tozalashinglar kerak bo'ladi. Endi buni patrubkani ichiga tiqib yuborasizlar. Mana shu holda tiqib yuborasizlar. Mana buni sal chayqatib turib, oxirigacha bosasizlar. Bo'ldi, buni ichiga pena ketishni boshladi, okalar. Mana buni ko'rasizlar. Mana bu yoq tarafdan ham xuddi shunaqa qilib yuborasizlar. Bu yoqda o'sha rangi o'zgarib, sarg'ayib chiqyapti. Bu yerda kiriladigan-a. Bunisida ham xuddi shunaqa qilib yuborasizlar. Xuddi shu haroratda pechkani oxirigacha burab qo'yasizlar-da, yoqib qo'yasizlar ventilyatorlarni. Bu yoqda hamma penalarni eritib, tozalab, birato'la chiqarib yuboradi tashqariga. Xuddi shunaqa sal tinib olgandan keyin penalari ventilyatorlarni oxirigacha yoqib qo'yasizlar. Sekin ko'tarsanglar mana chiqarishini ko'rasizlarmi? Okalar, ko'rdinglar qanaqa qilib tekshirganimizni, bu mahsulotimizni to'g'ri tekshirdimmi yoki noto'g'ri tekshirdimmi kommentariyada yozib ketinglar. Biz ham o'qib olaylik.